artist sohasida faoliyatingiz bordingiz. Mana shu loyihani super mavsumgacha bordi. Nimalar bilan band qildingiz? Instagram sohasida shu ijod qilib olib bordik. Instagramni xalqimizga yoqadigan videolarni qilib, to'g'risini aytsam, artist birinchi mavsum bizlar bilan boshlangan. Juda ham esda qolarli boshlangan. Adashmasam hamma 99% O'zbekistonda odamlar ko'rishgan bu narsani. Bizga ham naziz tortishuvlar bo'lgan. Lekin alhamdulillah hozir artist ko'rsatuv juda ham ajoyib reytingga chiqdi. Bugungi super mavsumda qanchalik raqobat qilasiz va bu loyihaga qanchalik o'zingizni loyiha hisoblaysiz? Bu loyihaga 80% kerak emas. Nimaga deganda, nima deydi? Endi hammani anaqasi har xil deb ijodkorlar, hammasi kuchli. Prosta lekin men o'zim nimaga qo'rqmayotganim sababi, hammani o'zini qanaqadir xarakteristikasi bor, sahnaga chiqa oladigan. Men o'zimni, misol uchun, men lirikchiy bo'laman-da. O'zingizni ijodkor sifatida ta'riflasangiz, qaysi 3 ta so'z bilan bo'ladi? Bitta qilib professionalizm deyman. Chunki sababi nimaga professionalizm deyman? Chunki menda resursga ham bor, operatorlikni tushunaman, resursni tushunaman, ashula, raqs, hammasi bor. O'ylasam aytgan. Keyin Shohruxxoncha ham qarab o'raman, g'alati deydi. Shohsan professional.